videodaman yana shu aytgan bola hozir TNT portlatamiz videosini anchadan beri olmagandim. Aynan o'sha videoni hozir sizlar bilan olamiz. Buglar ham bo'lib turibdi. Chunk modlar bilan shunaqa bo'lyapti hozirchalik. Hozir umuman realistik portlashlar qilamiz. Mana deydi, xo'sh. Sen olamiz va xo'p, TNT qayerda bo'lardi? Bo'lmabdi, bo'lishi kerak. Xo'sh, TNT mana shu yerda bo'lishi kerak. Menimcha. Yo'q. Mana bundan qidiruvga ko'ramiz. Hop, TNT mi? Nima deyiladi otini? TNT mi yoki TNT mi? Xo'sh. Natural bloklarda bo'lmasa kerak. O'chayib qo'ydim. Natural blocks. Natural bloklarda bas. Emas, building blocks da bo'lmasa kerak. Har qalay. Building blocks endi hazil ekan narsami? Mana bitta bo'lish. Xo'sh. Hozir bola end mana bola end island nimasi va keyingisi natural bloklarda bedrock bo'ladi doimiy bu. Chunki bedrock natural narsa, ya'ni uni na u o'rgani bo'ladi, na boshqaga bo'ladi. Xo'sh. Mana. Bo'lsin oğlum. Hop. Sek. Nimagadir bo'ldi. Gibi. Amali bunchalik nima ko'rsatmayapti, ya'ni unchalik zo'r aktivatsiya ko'rsatmayapti. Bedrockga nima qo'ygan? Mana qo'yaylik. Xo'sh, bo'laman mayli. Teshpasga. Portlamadi. Xo'sh, mayli. Az böyle biraz meşke düşerdi karıcı. Trilyon mingde hem de koyamız az böyle. Gözet almadım mı? Olmalı FPS'im normal düşük et. It koyu böyle bedrock sindir bu.
tag'in bir xil yangi kirgan Minecrafterlar bo'ladi. No, endi bu video yangi Minecrafterlar haqida emas u. Endi shunchaki aytdim qo'ydim. Shift bilan trillion to'qiyapmiz. Yana gibdish qilamiz. Mana 9-koinotga qarab uchib ketdim. Mana chekka chiqibmiz. Kaizimation dedi. Kaizimation. Böyle telefonda portlatamiz. Böyle işen orada ovozim yozmayotgan bo'lsa, yomon bo'ladi amale. Yana o'yla. Sizlarga ko'p narsa gapiryapman. So many much better. Az mana ozligi bedrock kirmaslik ko'rsataman. Give command block qilish kerak o'zasiga. Portlash yo'li bor mana buni. Buni gigantskiy portlatib tashlaydi hamma yoqda. Shu gullarga nima tayyorlash kerak? Yo'qali. Bu qizlarga xos narsa deb просто tak gul. O'g'il bola qaysi biri gul olib yuradi Minecraftda? Gul ekib yuradi ko'chalarga. Albatta bu kim biladi? Ingliz Minecrafterlar bo'lishi mumkin. Uylar oldi gulchalar qo'yib qo'yishadi. Ingliz Minecrafterlar. To'g'risini aytsam, mana Minecraftga Kayzo boshlab kelgan. Kayzo emas, akam. Undan keyin bo'lsa, men Minecraft o'yinini yaxshi ko'rib qo'yganman. Minecraft haqida ma'lumotlar oqtarganman. Keyin bo'lsa Minecraft bo'yicha hozirchalik eng zo'riman. Unchalik eng zo'r emasman, lekin bilimim bor. Qancha bo'lsa ham. Nonni pastga irg'itib olamiz kimsa. Menga tinchlik ko'rsatdingizda. Uzr bola. Astasin ichida qilasiz. Telefon normalni qizidi. Like bosib kanalga obuna bo'lish ishlaringdan chiqmasin bolalar. Men bolalar yaqinda 50 ta bo'lsam, sizlarga zo'r podarkam bor. Gerçi zo'r podarkam bor. Stream qilaman. 50 ta bo'laveradi. No 29 ta bo'ldi, lekin 29 tadan oshmayapti bolalar. Iltimos obuna bo'linglar. Xo'sh, bolalar hozir men sizlarga zo'r narsa ko'rchibman, buni ko'rmaysizlar. Natural bloklarda bo'lmasa kerak, mana bunda bo'lishi mumkin. Furnituraga ko'pchilik ishlatadi. Bolalar uylar jangi serverimga kiringlar bolalar, nimaga kirmayapsizlar? 10 kundan oshiqda o'tirdim. 10 kun emas, 1 soatcha o'tirdim. Glowstone qayerda bo'lishi mumkin? Xo'sh. Gildimiz. Bala modlar bilan o'ynayotganim uchun modlar ham chiqyapti. Mana. Give me a load, what? Tekrar. Aşağı zaman küçültürdüm. 1, 2, 3. Kettik. Böyle mantıklı bence tintiye koyarken kesi olsan kerak. Yürümem yani. Montaj belki kesi olsan bu olarak tintiye koyarkenim
Biram hech kimga qiziq emas dinga qo'yayotgani biram. Kim ko'rib o'tiradi? Gaplashishim mumkin. Mayli bolam. Montajda kesib olsam kerak, yana bilmadim. ChatGPTdan so'rab ko'rishim mumkin. Endi jitta narsaga ham ChatGPTga cho'qsam, endi g'alati bo'lsin. Hozir bola, ko'rchi men Pooper bo'lishni o'rgataman. Mana. Maza qilasizlar, shunaqa qo'llarim ko'rchiman. Nima ham midi bosimda qilib qo'yapsizlar. Bu xo'sh chankni o'zimniki qilib olyapman, ya'ni mana. Daqqaganim yo'q. No xo'p, endi bola betga zombilar spam bo'lmaydi. Klamet joy qani? Mana bola hozir. Mana, bo'laman, mana. Mana bitga server claim deb qo'ygan hozir. Qarab turilamashga mana. Ana o'sha nima xolos kelib bo'ldi. Bratanim. So many much. Ko'ch portlash kelib, bratan. Qochmay tur. Ishda sabr qilib tur. Jitta sabr qilsang bo'ladi. Kayf qilasan. Kayf qilasan ko'rchi. Maza qilib yashab turgan. Chiqding, kirding yerdan. Mapda endi moblar emas, spam bo'lmayapti. Zombi skeletlar spam bo'ldi. Ko'rchi modlarini streamda etib o'taman. Streamda ko'rsatasizlar. Modlarni ko'rsataman degansizlar. Mana tashlayveraman. Montajda kesmas ekanman. Biram bu gaplar bilan biram montajda kesib olish g'alati bo'lsa, просто mana. Xo'sh, amali FPS yomon tushib kerak. Tushib ketmasin, o'tag'ana vikka tushib ketib qolib. Yorili bo'lsin deb qo'ydim. Böyle bağıştıken qilamiz. Ko'rchi asha Minecraft'la o'yinlarni qotiradi etib qo'y. Uzoq turmasin bunaqa Minecraft'lar o'yinlarni qotirib tashlaydi. Bo'lar ha? O'yin qatida просто tak bo'lsa, hayoliylarga ilomislar просто. Bunaqa vaqtlarda meni zo'ch turasizlar, keyin bitta chetadashga qarab turib, nima tintilar? Claim qildim. Unclaim etmi qaraylar mana. Endi bo'lsa mana tintilar bo'ldi. Claim et qilishgan ziyoni bor ekan. Meni lekin tinti portlagan edi. Ko'rchi. Mana prям 30 ta like demasam. Prям 150 ta like'dan oqibatimi? Hozir bola cheksiz portlatamiz. Mana bu turib atroflarni o'rab olamiz. Bo'lmasam yo'q.
koinot meni kutib ol bo'ladi. Tepamni o'ramasam. Sekinlikcha oldimizdagi blok avval mamtga daqtirib qo'yib turib chaydim. Xo'sh, va mana va ketdik. Yağım ne qilmayman. Asosini chiqaryapman, bunaqada o'xshamaydi. Xullas bola, mana shu video tugaydi, prямо o'zi bu videoni 1 soat qilmoqchi edim. Lekin ko'rsham bor dedim-da, keyin просто tak to'xtatyapman. Xullas bola, sizlarga maroqli tomosha tilab bo'ldim, короче tilamadim ham. Barchaga xayr bolalar, men yana shunaqa video olaymi? Menga aytib o'tinglar, men shunaqa video olaymi bola? Men sizlarga bolalar bitta zo'r narsani ko'rsatib o'taman bolalar. Bola, men sizlarga zo'r narsa ko'rsatib o'taman. Ya'ni hozir bolalar, ya'ni sizlar ko'pchilik PP'ni bilmas ekan. Arctic Craft'da ham bor ekan bunaqa PP'ni bilmaydiganlar. Arctic Craft'da borligini amaliy bilmagandim. Просто tak miyam qotib qoldi Arctic Craft'da borligini bilib. Короче, miyamga sig'dira olmadim. To'g'risini aytsam, men unchalik PP qilolmayman, lekin normalniy PP qilishni bilaman. Asosini chiqaryapman. Bola, mana Blair Head olasizlar, короче diamond narsani olasizlar. Mana bola, kiygizamiz. Kiy. Ana kiydi bola. Hop, va mana bularga Netherite sword kerak bo'ladi. Netherite sword olasizlar va bunday qilib turib bolalar yangi chiziqchaga modda qilasizlar va shunaqa paytlarda yomg'ir yog'adi. Hop. Clear bo'ldi. Survival mana. Men survival modga o'tdim va bola mana. Mana shunaqa mashq qilaverasizlar. Ko'pirvormanglar. Bo'lmasa mana shunaqa bo'ladi bola, ko'pirvormanglar. Ko'pirvorishinglar mana shunaqa bo'ladi va mana. Mana bola. Birinchisi bola combo, ya'ni combo urishlaring kerak. Kerchi bola, aytib o'tmayman, ya'ni buni hozircha umuman o'rgatmayman bola. Shunaqa qilib turib bola, keyingi videoda men PP qilishni o'rgatib o'taman bola. Barchaga xayr bola, videoni oxirini jayib qo'yganim uchun uzr. Sen bugun o'ylasan. Xolos bo'ldi, короче. Barchaga xayr bola, sizlar bilan Whitehorn bo'ldi. Sizlarga maroqli kun tilayman. Barchaga xayr. Uxlayotgan bo'lsanglar yaxshi uxlanglar, короче, barchaga xayr. Sizlar bilan Whitehorn bo'ldi. Sog', omon bo'linglar. Bye bye.